Davay, bitta yeb ber o'rta. Yo'q. Yeb bergan shu hot dog senga bo'ladi. Bo'ylariga o'lchang. Tushadi. Mundosiga hisoblasang ham ishonma. Qoringiz sig'maydi-yu. Maymun gapiraveradi. O'rta yeb bersang, hammasi senga. Eng katta, super katta mana shunaqa hot dog bilan mini hot dog solishtiramiz. Mini hot dog mana sosiskasi bor-chi. Voy, hot dog bo'ladi, sosiskasi bo'ladi. Nech pulga tushdi deb o'ylaysan bu? Bilmayman. 99 mingga oldik. 10 minutda 1 million beraman. Va buni 1 soatda ham yeyolmayman. Ichida nimalar borligini ko'ramiz. Salapandan chiqarish ham 5 minut vaqtinglarni oladi. 10 minutda. Masala yo'q. Chaynashimga ham 10 minut ketadi. Yeb ko'rsammikin? Davay. Bo'ldi yeyman. Sekundan beri qo'y. Suv yo'qmi? Yo'q. O'ldirasan. Tiqilib qolsam-chi, o'rta o'lsam-chi. 1 million deb o'rtog'ingdan voz kechyapsan. Endi o'lsang o'lasan, nima qilay? Voy. Ash ko'pda. 20 minut 500 ming bo'lmaydi. Kelisha qolaylik. Tekin hot dog yeyqa. Kelishinglar. Oshqozoni muncha emas, Aqling yetmayaptimi? To'xtat bo'ldi. Bo'pti, go. Yeyishni boshlashing bilan bosaman. Ketdi. Vaqt ketdi, sunnat ketdi. Mana bos o'rta. O'ziga qo'ymoqda. Yo'q, o'rta 9 minut bor hali. 10 minut bor. 10 sekund tugadi o'rta. Davay sunnat. Suv yo'q. Suvsiz. Ketchup bor ichida, suv qilib siq. Tufini yig'gina ich. O'zing tuflab turing. Tez. Menimcha yeb qo'ya olar ekan, chunki mana 30 sekundda yarmini yeb qo'yibdi. Bor yo'q, maymun. Hot dogchi chaynalib yutilmayapti. Hot dog Mahmudga yig'ilyapti, qaranglar. Mana yig'ilyapti hot dog. Ikkita chetga yig'ilyapti hot dog. 30 sekundda beraman otdan mana. Kichkina hot dogga 30 sekund deysan, Bekzod. U yeyman deyilmaydi, yutaman deyiladi. 30 sekund yutmoqchimisan? Tayland turi tiqilib qolma, qarasam. Suvgami? Suvmi? Oddiy suv olib qo'y, bo'ldi. Tiqilmaysan. O'rta tiqilmaysan. O'rta orib ketyapti tomog'im. Qanaqa tomog'i og'riydi hot dog yeyapsan? Quruvdi, o'rta. Yarmi yo'q. Bosh tez ketadi. Bosh tez ketadi, to'g'ri? Ani bo'kumi? Bilmayman, jag'im chiqib ketyapti. 2 qavatlab mana sosiskasi. Yig'mas ekanmanmi deyman. Davay. Ruhlantirish chiqar. Davay. Yeyolmayman. Yarim kelmading, o'rta vaqting tugayapti. Bo'l, to'ydim-da. Yurmayapti o'rta. Yeb tashlayman. Mana shuni yarmini yegin, mana shuni. Men yeb bera olmayman deganim yo'q senga. 10 minutda ham yeyolmaysan mana shuni. Men mantiq qolsam, men haqimda qolsan. Hozir sen vaqting ketyapti, o'rta. Og'zingga tiq. Yo, yeyolmayman, vashi ko'p ekan. Xulosa to'letga borgili kelsa to'g'risini aytinglar. Aldab karillamaylar. Challenge'imizni mini challenge boshlaymiz. Qanaqa qilib 30 sekundda, Bekzod? Tiqib tashlaymiz. Bismillah. Ketdi. Ketdi. Oz emas bu bochka ekan, oz emas. Bekzod hali 15 sekundda yarmini yeb olding, malades. 21 sekund. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 bo'ldi. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. O'zingizlar tushundinglar, mana yuzligingiz etib turibdi. Bekzod to'g'ri karilamadi, karilaganida o'tiribdi. Men vashi yo'q, biling. Yarimiga kela olmas ekansan, o'rtoq. Boshim og'rib qoldi, o'rtoq, vashi. Sizlarga qaysi hot dog yoqdi? Komment yozib ketinglar, videoga like bosinglar va yangi kanalimizga obuna bo'linglar. Umuman hech qachon karilamanglar, jim yuraveringlar xullas.